uyingizga o'rnatgan kamera ming qimmat bo'ladimi, tiniq oladimi? Agar svet o'chganda yozmaydigan bo'lsa, u 1 tiyinga qimmat, to'g'rimi? Xullas, Xorazm viloyati Urganch shahridan ukamiz Wi-Fi routerga 2 ta UPS zakaz qilgandi. Keyin menga kamerasini tashlab, shu kameraga ham iloji bormi deb so'ragandi. Kamerasi shu 5 volt 1 ampere patrubleniya qilar ekan. 360 aylanadigan kichkina mini PTZ kamera ekan. Kamerasi telefonni zaryadnikidan Type-C kabel chiqib kameraga ulangan ekan. Men hozir ukamizni zakazini tayyorlab berdim. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana bu joyga Type-C kabel ulanadi. Shu rozetkadagi blok pitaniyadan kelayotgan kabel mana bu joyga ulanadi. Kameraning yoniga bu qatiriladi. Bundan bir qarishcha mana Type-C kabel kameraga ulanadi. Endi faraz qiling, mana hozir mana bu narsani kamera deb bilamiz. Hozir ulayapman. Mana ishlab turibdi. Ichida mana bunaqa litiy-ionli akkumulyatordan 2600 mAh dan ikkita bo'ladi. Bu kamera soatiga 12 volt 1 ampere patrubleniya qilar ekan. Svet bo'lmasa, o'chib qolsa 5 soatgacha ishlab turadi kamera. Mana endi hozir men kabelni ulaganimda mana bu joyda svet yonadi. Ko'rishlaring mumkin. Mana hozir ishlab turibdi. Endi bu kamera ishlab turibdi deb bilaylik. Hozir bundan chiqqan, bunga ulangan kabel telefonni mana bu zaryadnikiga ulanib turibdi. Hozir mana ko'rishlaring mumkin. Men kabelni uzaman. Utsam ham ishlab turaveradi. Kamera har doim yozib turadi. Svet kelganda shu telefonni rozetkada turgan blok pitaniyadan zaryad olib turaveradi. Tok bu kamerani ishlatib turaveradi. Zaryad to'lgandan keyin ichida BMS plata bor, uzib qo'yadi akkumulyatorlar. Har doim ulanib turaveradi. Ishib ketish, boshqa narsa bo'lmaydi. Kimga shunaqa Wi-Fi router uchunmi, shunaqa 360 aylanadigan PTZ kameralar uchunmi 12 volt 1.5 2 amperlik yoki 5 volt 9 volt ishlaydigan yana bo'lmasam 15 volt ishlaydigan shu 1.5 2 amperlik qurilmalarga shunaqa UPS kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu opisaniyadagi telefon raqamlariga bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon layni ko'tarilmay qolsam, Telegramda yozib qolsanglar, albatta javob qaytaraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.